Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Akrman. Bilgan biladi, men konkurs qilgandim va top 1 olgan obunachim akkauntga kirib, saprot qilib beraman. Ya'ni 20 million. Aytgancha, video boshlanishidan oldin oldingizga yeb ichgani nimadir olib kelib oling. Oha, spawn normali. Aytgancha, men siz o'ylagan holda loot qilgan joylarni tezlashtirib qo'ydim. Va oxiri odam ham keldi. Ya bu aka qochordimi deyman-da, aynan. Bu aka oyoq berib yuboribdi-ku. Ha, mayli. Давайте черный двор izlayman. Черный письмо. Babik menni biladi. Men nima qidirsam, ashi narsani umuman chiqarib bermaydi-da. Misol uchun mana boya temir cho'nador qidiryapman, umuman cho'nador chiqib bermadi. PUBG Mobile menga pashol dedi. Men senga cho'nador dedi. Umuman cho'nador chiqmadi. Tash bo'ston ham tushmaganda. Ha, mayli. Bore cho'nadorning boshida qolsin dedim-da, vaqtga qarab suraverdim. Ratganni yarim muhtat qilib, cho'nador ochmasam ham 4.900.000 lut topib chiqdim. Normal. Ana unda go ikkinchi katga. Zaynab bitta joydan spawn qilaverib. Mana haqsan. Magnetoni olib qochgan qo'lingga sani. Sanda qancha yugurib keldim. Домой sanga, bratishka. Mayli, bo'lib turadi bu. Solo proti soloda. Qonunda 3-katga go. Mana nihoyat boshqa spawn. Boray ruslar ashab o'ynaylar. Shuning uchun naushnikda o'ynash kerak. Xo'sh, yana bitta prachka keldi.
Oha, золотой. Ох, броня золотой. Броня золотой. Серьезно? Ехала. Oha. Oha. Bola qanday ozgina aql o'rgataman. Короче, bitta oldimda bitta yivanashka bor. Hozir men unga tekis push qilsam o'lardim. Kamiga patronim oz. Va kerakli paytda topdim va orqasidan pichoq sanchdim. Har doim peshonasiga qarab push qilmaslik kerak. Hatto pro ig'roq bo'lsang ham. Nechinchi karta edi, esimdan chiqib ketdi. Men polibon bu kartaga ham o'xshadi. 5.700.000. Ko'p cho'zib o'tirmasdan keyin kartaga ham go. Juda нормальный spam. Juda deyman-da, нормальный spam. Lekin bu bolani qo'li ancha qiyshiq ekan. Men 5lik brondaman. Qanaqa bora olmadim bilmadim. O'ynashni bilmasang ham, o'yinda IQing zo'r bo'lsa, har qanday vaziyatda ustun bo'lasan. O'zinglar ko'ringlar. Mana. Vostek push qilganimda men yutqizardim. Shuning uchun aylanib bu shak eshitmadi birinchidan, naushnik yo'qligini his qildim. Oha, zolotoy, cho'ta zolotoylar kuni bo'lyaptimi bugun? Videoni shu joyida stop qiling va nima tushganini kommentga yozing. Topganga priz bor. Короче, bu joyda men afka bo'lib qolgandim. Qo'shni chaqirib qolgan onasini. Qarasam kelib turib, qarasam bitta bola cho'ppilab kelyapti. Shagimni ham eshitmadi. Короче, tagimda bitta patson turibdi. Yaxshi uron berdim. Kot bo'ldi. Shu 5lik brani olmagandim-da, 6lik brani olganimda olardim hozir. Mayli. Trillioncha karta go. Shunaqa spawnlarda berib tursang bo'ladi-ku, PUBG молодец. Mayli, mo'lga chiqib yubordim, suyug'idan. Я знаю.
Sal qolsa qo'limni ko'timga tiqib qo'yardi. Mana shu joyda odam ko'rdinglarmi? Miyam cho'tki narsa keldi. Qarcha menga tezda uni ko'rmagandek o'tib ketaman. Qaranglar. Endi esa granatada o'ldiraman. Xo'sh, davaychi sabr qilamiz. Endi buni granataga uchiramiz. Kela qol. Qaroqchini o'g'ri uradi. Adashmadimmi? Bam. Bam. Damoy. Qani meni ham maqtanaychi. Boshqa youtuberlar cho'rnetver ostida million prosmotr yig'adi. Qani bizga ham shunaqa chotki prosmotr yig'ib berar ekanmi? Aytgancha do'stlar, men o'zimga O'zbekiston bo'yicha top 1 ga chiqish uchun komment yig'gandim. 300 tadan ko'p komment keldi. Hammalarni ololmadim. 40 taga yaqin odam oldim. Sabr qilsanglar, keyingi oy ham avgustda yana 30 ta odam olaman komandamga. Sanoqdan adashib ketdim. Nechinchi kartani bilmadim. Go. Нормально, четкий спаун. Четкий, идеал. Bu kun yomon omadli kun bo'ldi, faqat zolotoylar. Nima tushganda bo'laysiz? Kommentga fikringizni yozib qoldirib keting. Shu minutani belgilab. Krisa bo'lish biram mazza. Короче, videoni cho'zib o'tirib kelmadi. Lut qilgan joylarimni kesib tashladim. To'g'ri tushunasizlar deb o'yladim. Sizlarning ham vaqtinglarni olgim kelmadi. Mana 7.200.000 metrovoy top chiqib ketaman. Aytgancha do'stlar, shu konkurs tugagan, obuna shu yutganlarga sog'lom berib bo'lgandan keyin sirazi 100 ta flotli konkurs qo'raman. Mana konkursda g'olib bo'lgan obunachimni akkauntga kirib ham 20 million saprot qilib berdim. 1 million aytmay qoldi. Hech hissi yo'q. Zato plus narsalari ko'p. Ya'ni ikkita zoltoy bronz. Bittasi bezratga yursa bo'ladi. O'ylaysizlar. Keyin MK2 ko'proq zoltoy. Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling.